حامی مسلمانم پاسدار این دینم یاور ضعیفانم عاشق qalbingizni tuting. Ikki eg'iz dardim bor. Bugun mohiyatga qaytish fursati keldi. Millat o'zini tunishga intilar ekan, albatta Allohni tunishga majbur. هر جوان این سنگر عزم کفر شکن دارد از مسافشان دشمن لرزه در بدن دارد. Men bugun o'z hikoyamni nihoyat ilgaridan boshlab so'zlab beraman. Bu hikoyada Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati yiqilgandan keyin Xitoy bosqinchilarining vatanimizga bostirib kelib Uyg'ur musulmonlarga qilgan zulmlari, shu uchirgan zulmda qechib hijrat qilish uchun Qirg'iziston, Tojikiston, Eron qatorliq davlatlarni piyoda minib Turkiyaga yetib kelish hikoyasi. Turkiyada islomiy bilimlarni olgandan keyin Sharqiy Turkistonga qaytish, u yerga borgandan keyin Xitoy bosqinchilarining qiyin qistoqlarga uchrash qatorliq kommunizm abdubasharasi to'liq namoyon qilinadi. صبر کن صلح شورا عاقبت زما گردد. Tikanlik chambar. Birinchi qism. Mening ismim Abdulloh Yorqin. Kasbim kompyuter injeneri. Men Uyg'uristonning qadimiy shahrida tug'ildim. U shaharni Xotan deb ataydi. Haqiqiy turklarning necha ming yillik ona yurti. U shaharning har xil hikoyalari va dostonlari bor. Naqshlar ularni kuylab hech tugatilmas. U yerning bulbullari sayrasi butun olam sukut bilan tingshaydi. Men bugun hikoya qiladigan so'zlar to'qilma emas, afsona emas va doston emas. Balki yuragi qon bo'lib yuzlar o'z qanidan ayrilgan xalqimning faryodi, ahuzari, arzu armoni, umid arzusudur. U qadimki dostonlarda tilga ilingan Qashqar, Yerkan, Kucha qatorliq qadimiy qal'alar qatorida Xotan ham maqtalgan. Bizning g'arbda yashaydigan qarindoshlarimiz quyosh Xotandan parlaydi deb yezishgan. Men ona tuprog'imni qaysi so'zlar bilan ta'riflashni bilmayman. Garchi men bu shaharni 6 yoshimda tark etgan bo'lsam-mu, Xotan bog'larining sahardagi rasmlari bilan iforlarining tuproqlari yodimda. Xotanning osmoni yo'ruq, tuproqlari qora, qizg'ish, oltin rang, kumush rang bo'lib, agar hidlasang xushbo'y taraladi. Hatto tuproqqa tayoq tiksangmi ko'klaydi. Bog'larimizdagi mevalar jannat mevalaridek har xil shaklda bo'lib, odamni ajablantiradi. Qur'onda Alloh taolo mundaq deydi: "Iymon keltirib solih amal qilganlarga jannat xush xabarini bering. U jannatning tagida daryolar eqib turadi. U yerda biz jannat ahllariga mevalarni rizq qilib beramiz. Jannatdagilar bu mevalarni yeb ko'rib, bu mevalardan ilgari ham yeganmiz deyishidi." Ha, ularga ana shunday o'xshash mevalar rizq qilib beriladi. Bu Baqara surasidan bir xabar edi. Men o'ylaymanki, Xotan ahlidan jannatga kirgan mu'minlar jannat mevasini tatib ko'rib, yer yuzidagi makonlarni, bog'larni yod etsa, ne ajab. Sularimiz, u yo'llarimiz ko'p. Ziroatlarimiz barakatlik, xalqimiz mehnatkash, kamso'z. O'z yurtligimni ko'rib qolsam, yugurib berib peshonasidan so'ygim keladi. Peshonlarda ajrning simosi, qo'llari qapargan, kiyimlari yorishimliq to'n, belida puta va pichoq. Ko'ngli buloq suyidek sop xalqim bor. Her yaxshi so'zga oshiqdek, aldashni bilmaydigan, bir muhtojni ko'rsa vujudi bilan yordam beradigan, quliqini 3 kun emas 30 kunlab tinglaydigan, birarani so'kish so'zini bilmaydi, biror bir nomahramga tikilib qaramaydi, jufti halolini tunuydi. O'g'illarini varisim, qizlarini nomusum deydi. Mana endi masjid va madrasalarni qandoq ta'riflay? Masjidlarning tomlari oltin rangda tovlanadi. Gümbazlarda kaptar höpöp, qarlig'ochlar yashaydi. Munarlari bo'lsa bulutlarga sirini aytib o'tgandek. Munarlari muazzin ovozini xalq quliqiga emas qalbiga yetkazayotganligidan baxtiyor. Masjid ho'ylarida rayhon oromgohini aslatadi. Atirgul hidi ko'ngilni shodlantiradi. Tasbih gullari echilib, go'yo subhanalloh deb har nuqsondan pak Allohni yod etadi. Masjid ho'ylasiga mevalar tikilgan. Oyvallarning kengligidan poyiz gurkiraydi. Saplar orasida qiroatlarning ovozi jilvinadi. Mehroblarda bo'lsa nur chaqmaydi. Xonaqohlarda ixlos va siddiq uf uradi. Imomlari taqvoliqdan aziz,
muazzillari ibodatdan sharaflik. Qavmi beshini sajdaga qo'yganda Robbisiga taslim bo'lib, Robbisiga bo'lgan muhabbat to'lqinlanadi. Mana bu mening ona tuprog'im Xotandir. Ming nadomatlar bo'lsinki, 6 yoshimda dunyoda menga jannat kabi bo'lgan bu yurtimni tark etdim. O'z vaqtida biz haqiqatan oilamiz bilan o'z yurtimizdan qochishga majbur edik. Dadam fizika muallimi edi. U fanniy bilimlarni yaxshi biladi. Davlat idoralarida, chet davlatlarda tunishlar ko'p edi. Xitoy zulmlari oshgan sabab o'z oilasini, o'z jinini, imonini, melini qutqizish uchun burundan hijrat xiyolida yurgan. Xitoy askarlari Xotanga bostirib kirgach vaziyat qo'ldan ketgani ma'lum bo'ldi. Elim esimda. Dadam yerim kecha bo'lganda safar tayyorligini qilgach, onamga mundoq dedi. Azizam, Xitoy yurtimizni besib oldi. Biz vatanni bosqinchiga berib qo'ydik. Endi qo'g'landi bo'lamiz yoki qochqin. Bu yerda qolsak Xitoyga g'olchi bo'lamiz. Qochsak qo'g'landi bo'lamiz. Farzandlarimizning kelgusini, ham iymonimizni va islomimizni saqlash uchun bu yerdan qochamiz. Tunishlarim bilan deyishib qo'ydim. Bugun Qirg'izistonga o'tamiz. U yerdan Kabulga yo'l olamiz. Kabuldan Turkmen orqali Ironga, Irondan Turkiyaga yetib boramiz. Undan keyin yoki Turkiyada yoki Yevropada muhojir bo'lamiz. Chunki Qirg'iziston va Turkmaniston Sovetning qo'lida. Afg'oniston urush ichida. Iron bizga bir qadar notunish. U yerda ham vaziyat og'ir. Azizam, yo'limiz mushaqqatlik, sabrlik bo'lishimiz kerak, dedi. Onam dadamga nihoyat itoatman edi. Ömrüm davomida har vaqt onamni otamga itoatman holatida ko'rdim. Biror qatim oshman, non ber deb nola qilganini bilmayman. Eg'izidan chiqqan so'zi siz nima desangiz shu bo'ldi. Shuning uchunmi biz farzandlar shuncha ko'ch, shuncha qoch ichida na qo'rqishni, na qiyinchilikni sezmadik. Hijratga mong'inimizda oilamizda 2 farzand bor edi. Akam Solih va men. Ota-onam tayyorlikni tugatib namoz o'qidi. Namozdan keyin uzoq duo qildi. Keyin ot harvaga chiqib tong qorong'usida Qirg'izistonga yo'l oldik. Dadam kuchlik inson edi. Yanada miltiqi bor edi. Barcha yuk taqlarimiz 2 ot harvasini to'ldirdi. Onam va biz 2 o'g'il 3-chi ot harvasiga chiqdik. Dadam birinchi harvani boshqarib mangdi. 3 kun to'xtamay mangdik. Alhamdulillah, bexatar holda chegaraga yetib keldik. Chegaraning u tarafi Qirg'iziston edi. Yuk taqlarimizni yengil tekshirdi. Dadam chegara soqchisiga ko'p pul berdi. Yurtdan qochayotgan bir bizlar emas edik. Bu vaqtlarda chegaralarda hozirgidek qattiq tekshirilmas edi. Yo'lini topsa chiqib ketish oson edi. Shuning bilan Qirg'izistonga bexatar o'tib oldik. Bizni dadamning qirg'iz do'sti Baxt Murat kutib turgan ekan. Atam uning bilan quchoqlashib ko'rishdi. Xudoga shukr, bexatar o'tib oldingiz birodar. Siz bilan ham ko'rishdik. Allohga shukr, dedi u kishi. Ular o'zaro parangga tushdi. Dadam harvada, u kishi bo'lsa dadamga yondash ot ustida paranglashib qochmoqdik. Bu yerlar tog'liq ekan. To'piliklar, daraxtlar, ko'p yezilar, qarag'aylar, toshlar ichiga chechilib ketgandek. Qirg'izlarning ko'zi qisiq, Xitoylarga ham o'xshab ketadi. Lekin kulib turishi, bag'rini etishi Xitoylardan farqli edi. Xitoy mening bolalarcha tasavvurimda vahshiy maxluq edi. Dadam Xitoy bosqinchilari deb ataydi. Ovozida bir nafratni bayqar edim. Gudak ingimga ana shu chunqur nafrat singan edi. Dadam yomon ko'rayotgan bu odamlarning hammasini yomon deb ishonganman. Xotanda uyimizga dadamning do'stlari yig'ilganda Xitoyning zulmi, haqsizligi haqida o'z Uyg'urlarimiz ularga xizmat qilayotganligi to'g'risida paranglashadi. Men mehmonxonamizning bir bo'lagida bu suhbatlarni tinchig'ach oxiri uxlab qolardim. Shu vaqtlarda bu gaplardan ko'p ma'nolarni tushunammisanmi? Deyishgan so'zlar xotiramga saqlanib qolavergan. Aqlimga kelib yaxshi yomonni farq etgidek bo'lganimda bu so'zlarni xotiram ombiridan bir elib ma'nosini yashdim. O'rgandim. Ko'p narsalarni tushundim. Biz mang'atgan Qirg'iz yurtining To'qmoq degan shahri ekan. Bu joyning odamlari o'zimizning yurtining odamlariga bakma o'xshaydi. Men kichik bo'lganim uchunmi hech kimdan yatsirmadim. Akam hammaga yatsirib qaraydi, tartinadi. Dadam kulgach, "Nimaga tartinsan Solih?" deb so'raydi. Qirg'izistonga kelguncha yo'lda ko'rganlarim hozirgacha yodimda. O'ralgan bug'doyliqlardan, tuz ketgan dalalardan, ozoda ixcham yezilarni oralab yurganimiz. Dadamning atrofga qarab, rasoh tartqini ham yodimda. Qirg'izistonga o'tishimiz bilan bu g'amkinlik yo'qoldi. Aslida yo'qolmagan ekan. Bu g'amkinlik hammamizning ichiga, qalbimizning cho'nqur qatlamlariga o'rnagan ekan.
kelajakda ruhiyatimiz chayqalib, vujudimiz larziga kelgan hollarda bu g'amkinlikning qalbimizdan chiqib yuzlarimizga chiqishini o'ylabmi boqmagan ekanmiz. Bu chaqlarda men va akam bu ahvollar aqlimiz bilan anglamaganimiz aniq. Biroq ruhimizda bir ezginlik bordek edi. Balkim undaq bo'lmagandi. Keyinchilik o'zim bu tuyg'uning mavjud bo'lganiga ishonib qolgandiman. Lekin shubhisizki otam va onam o'z yurtlaridan chiqib ketish iztirobini cho'nqur his qilishgan edi. To'qmoq shahrida yotadigan bir o'rinni tepib, bir kecha bir oilada mehmon bo'ldik. Otlarimizni harbidan chiqarib, ularga yem berdi. Men cho'ng ho'ylada qong'uchi o'ynadim. Biz tushgan uyning ho'ylasi nihoyatda cho'ng bo'lib, o'ttirdan ikkiga bo'lingan. Kichikroq qismini tashqari ho'yla, cho'ngroq qismini ichki ho'yla der ekan. Namahram erlar ichki ho'ylaga kirmaydi. Ayollar bu tarafga chiqmaydi. Biz bolalar uchun bunday chegara yo'q. Biz kichik bo'lganimiz uchun hamma ko'nglimizga qaraydi. Akam mendan adablik va yovashroq edi. Qayerda o'ltir desa shu yerda o'ltiradi. Bir ishqi buyursa yo'q demaymanatdi. Men o'yinchiroq erkak edim. Ishkirki ho'ylaning orqa tarafi otxona ekan. Otxonaning ustiga quruq biyda besilgan ekan. O'ng tarafida ko'p to'g'ularni boqar ekan. Hech kimning tanbeh bermasligidan foydalanib otxonaga kiratdim. Otlar bilan gaplashatdim. Ot boqar buni ko'rib kulib qo'yatdi. Ondan to'g'uxonaga o'tatdim-da, tuxum tug'iyotgan to'g'ini o'rkitab, uningdan ochiqlanib menga etilgan xo'rozga men hujum qilatdim. Keyin bidaxonaga chiqatdim. Ustida atrofga qarab, cho'ng odamlardek qo'limni orqaga qo'yib, cho'ng odamlarning qursiqini oldiga chiqarganini do'rmoqchi bo'lib, yo'q qusqimni oldimga chiqaratdim. Keyin yana ishkirga ho'ylaga kirdim. Ayvonda ko'p ayollar o'ltirgan ekan. Bir narsalarni deyishib, ko'proq onamga ko'ngil bilgan. Buningdan xursand bo'lib, onamga nimalarnidir deb erkiligim keldi. "Ana, navat bering" deb chaqirdim. Hamma ayollar menga qaradi. Onam xijil bo'lib ketdi. "Voy balam Abdullah, adabsiz bo'lma" dedi. Onamni yeniga elib o'tirgan yoshli cho'ngroq ayol kuldi. "Qizim, xijil bo'lma. Bola degan sho'x bo'lsin-da, qani kel, ol buni" dedi. U yoshli cho'ngroq ayol yo'g'on gulli kiyimlar, beshida uzun tumuqi rangli raxtlar bilan bezalgan, ustidan ro'mol tashlab bo'yinlargacha etib olgan edi. Men u ayolning oldiga asta yugurib bordim. Bu ayol meni erkilatib quchoqladi. Peshonamga so'ydi. Bu ayolning qo'lida bileziki, barmoqlarida uzuklar bor ekan. "Umring uzun bo'lsin bolam, aylanib ketay. Navat yemsan, mana ol, ye" dedi. "Rahmat cho'ng opa" deb qo'yib navatni oldim-da, o'ynaqshib cheshidagi ho'yla tarafga yugurdim. "Voyay, nimandaq tatliq bola bu? Tehi rahmat cho'ng opa deydi-ya" deb orqamdan hamma ayollarning go'rrida kulgan ovozi anglandi. Cho'ng ho'yla atrofida 30 yosh teraydigan kichik etiz bor ekan. Uning atrofida yo'g'on o'sgan uzum tollari bor ekan. Uning soyasidagi sobida bir qancha erlar paranglashib o'ltiribdi. Akam shu yerda ekan. Dadamning yanida tizlinib, adab bilan xuddi ularning gaplarini tushunayotgandek anglab etibdi. Buni ko'rib, mening anglab boqqim keldi. "Dada" dedim-da, supaga yugurdim. Supada o'ltirganlardan yoshroq bir yigit meni ko'tarib supaga chiqardi. Men dadamning yeniga berib o'tirdim. O'ttirda pakar taxtiliq dasturxonda mevichi va non, go'sht bo'lib supa ustiga parda tortilgan ekan. Men bu pardani uchib yurgan qushlardan biridan tupichanglar tushmasin degan o'xshaydi deb o'yladim. Dadam so'zlayotdi. Boshqalar bo'lsa dadamning so'ziga quloq solib o'ltiradi. Men mujimada o'ltirib quloq soldim. Alixon To'ra janoblari bir qadamlik qilgan suhbatlarida nihoyatda echingan ekan. Yoqubbek tuzgan 7 shaharning qo'ldan ketishi Uyg'urlar hurligining tugishi bo'ladi deb. Xitoyda yaqingacha Uyg'urlarning ahvoli og'irroq edi. Mavzudan Xitoy taxtga chiqmasdan ilgari Uyg'ur davlati qurishning qulay fursati bo'lgan. Afsus, qo'mondonimiz Alixon To'ra janoblarining buyuk niyatlari amalga oshmadi. O'ylashimcha hozir Toshkentning tinch emas ekan, deb so'radi dadam. Shundoq. Alixon To'ra janoblari Toshkentning Ko'kchi mahallasida istiqomatda bo'lib o'tibdi deb angladim deb javob berdi. Yengakida 3-4 tal saqli bor odam. Uning salomatlik ahvoli qanday ekan deb so'radi. Yaqindan buyon ozroq og'rib qolgan ekan. Biroq uningga qarmay taliblarga ilm berish va kitob yozish ishlaridan to'xtamagan ekan. Muhammad alayhissalomning tarixi degan tarix kitobini farschadan turkchaga tarjima qilib yozib o'tibdi. Va yana mushu kunlarda Turkiston qayg'usi degan bir asar yozib o'tibdi deb angladim deb javob berdi heliqa odam. Alloh xayrli qilsin.
u kishi Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati e'lon qilinganda qo'lida 50 ming mujohid bor edi. U kishini tutqun qilib olgandan keyin ko'p ixtiloflar bo'ldi. Shayxga itoatli bo'lganlar o'zaro ixtilof qilishdi. Xitoy boshlab kelgan armiyaga qarshi bo'linib ketdi. Halbuki Alixon To'ri bu qo'shinni boshlab chiqqanda har bir askar bir shir edi. Xitoy armiyasi qo'rqib qochgan edi. U ulug'vor voqealar bugun bir o'tmish. Kelgusidagilar agar aqli bo'lsa, uningdan ibrat oladi xolos. O'ltirayotganlardan birisi. Biz nima uchun bu imkonni qo'ldan ketkizib qo'ydik deb ko'p o'ylanaman dedi. Bu ne'matga loyiq bo'lmadik. Hurlikka, bir davlatga, bir yo'l boshchiga loyiq emas edik. Alloh bizni mahrum qildi. Qanday qilsak munosib bo'lishimiz mumkin deb so'radi heliqa odam. Allohning dinini o'rganamiz, amal qilamiz. Dushmandan qo'rqmaslikni, urushni, xato qilmaslikni, ittifoqlikni, birlashishni, itoatni, sadoqatni, mardlikni, mardlarcha o'lishni o'rganamiz. Ondan haqiqiy yashashni boshlaymiz va shu buyuk darajaga chiqamiz inshaalloh. Bo'lmasa xorliqda qilaveramiz. Sabit Damollam shundoq ta'lim bergan. Biroq biz bu ta'limni olmadik. Suhbat uzun suzilib, hatto sham vaqti keldi. Hammalar namoz o'qidi. Akam va menmi o'qidik. Kechlik tomoqdan keyin suhbat to'xtamadi. Soqolsiz bir odam, Alixon To'ri janoblari aytar ekanki, xatar bo'lsa meni yo'qlab kelmang. Mahallalarda doim Sovet josuslari aylanib yuriydi. Kelganni ham, ketganni ham tekshirarmish. Tarixiy sirat kitobini tarjima qilib bo'lganda, unimi o'g'irlab ketibdi nankorlar. Ustozning suhbatlarida yer yuzida Allohni inkor qilgan birinchi tuzum shu Xitoy tuzumi bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning barcha so'zlari haq. Xulafar Rashidlar o'tdi. Sulton va amirlar o'tdi. Zolim podshohlar o'tdi. Oxirgi zamon islom nusratiga yaqinlashib qoldik deb aytar ekan. İnşallah. Bu mazlumlarga bir hurriyatdir deyishdi. Ularning suhbati yana qanchalik davomlashdi bilmayman. Chunki tashdek qetib uxlab qoptiman. Atsi Xo'rozning chillishi bilan uyg'ondim. Ho'ylar supurilgan, rayhon hidlari taralgan. Qushqoch, qarlig'ochlar vichirlaydi. Dadam bo'lsa Qur'on o'qiyotdi. Nashti qildik. Qaymoqqa issiq nonni cho'kirib yevoldim. Sarmoy qo'shilgan qaynoq sutni ichdim. Akam o'z odati bo'yicha oz yeb, oz ichdi. Safarimizni davom qilish uchun kun qizarmasda yo'lga chiqdik. Dadamning plani bo'yicha Turkmanistonga qarab mongan edik. Albatta bizni kutayotgan qanday sinoqlar bor, buni bilmaydik. Shu vaqtda qo'rqmasdan shu safarga otlangan dadamning jasoratiga qoyilman. Ot harvasiga chiqib, minglab chaqirimlik safarga chiqish uchun inson naqadar botir bo'lish kerak. Niyat xolis bo'lgan ekan, sanoqsiz sinoqlar faqat bizning foydamizga xizmat qiladi. Turkman chegarasidan o'tib bir oz yurdik. Anam, akam va men yo'l yoqsidagi daraxt tubida qoldik. Dadam otga minib qayergadir ketdi. Anam bilan akam o'ziga ish topdi. Eriqdan suv elib, narsalarni yuvdi. Yuk taxlarni tartiblashga boshladi. Biz tushgan joydan 300 metr yiroqlikda chedir uy ko'rindi. Atrofida balalar o'ynab yuradi. U yerdan bir ayol chiqib, nimalarnidir so'zlab qo'yib kirib ketdi. Bir ikki qatim bizga qarab qo'ydi. Eriq deginim daryodan kichik, atrofida tol, mejnun tol, sugat, qapoq terak, chimlar o'sgan. Yo'llar shig'illiq. U yerdan yovvoyi hayvonlar o'tib turadi ekan. Bundoq hayvonlarni Xotanda ko'p ko'rmaganmiz. Kaynidan tutun chiqadigan o'choq. Suv qayerdan kelib, qayerga ketadi belgilab bo'lmaydigan eriqlar.